Assalomu alaykum. Ba'zan inson tanasida shunaqa jarayonlar bo'ladiki, biz ularni faqat og'riq orqali sezamiz. Tana hech qachon bejiz orimaydi. Bu ichkaridan kelayotgan sirli bir signal kabidir. Qiziq tomoni, og'riq har doim aynan og'rigan joydan boshlanmaydi. Ba'zan muammo chuqurroq, ko'zga ko'rinmaydigan joyda yashiringan bo'ladi. Misol uchun disk churrasini olsak, churra belda, og'riq esa oyoqda bo'ladi. Tibbiyotda eng murakkab narsalardan biri bu og'riq manbasini topish. Chunki og'riq shunchaki simptom emas, bu tananing sizga bergan topshirig'i. Tana "mani eshit" deb sizga signal yuborayotgan bo'ladi. Savol tug'iladi: agar muammo aniq ko'rinmaydigan, ichkarida yashiringan bo'lsa, unga qanday yetib borish mumkin? Uni qanday tinchlantirish mumkin? Tabletkalar yetib bormaydigan joyga davo qanday boradi? Jarrohlik katta aralashuv, ammo umurtqadagi hamma og'riqlar skalpel talab qilmaydi. Ba'zan tananing ichida shunday nozik nuqtalar bo'ladiki, ularga shunchaki to'g'ri joydan, to'g'ri yo'l bilan murojaat qilish kifoya. Bugun shunday imkoniyatga ega bo'lgan tibbiy yo'l haqida gaplashamiz. Bu usul tabletkalar yetib bormaydigan joylarga to'g'ri kirib boradi. Operatsiya qilinadigan umurtqa patologiyalarining taxminan 70%ni skalpelgacha olib bormasligi mumkin va bu usul hech qayerga zarar bermay, to'g'ri aynan og'riqning o'ziga murojaat qiladi. Tibbiyotda bu yo'l intervension og'riqni davolash muolajasi deb ataladi. Og'riq bu tananing jazosi emas, balki uning ovozi. Agar og'riq bo'lmasa, biz o'layotganimizni ham bilmasdik. Og'riq bizni qo'rqitish uchun berilmagan, balki hushyorlikka chaqirish uchun ogohlantiradi. Og'riq dushman emas. Bu sizni nafaqat tashqi hujumlardan, balki o'zingizdan ham himoya qiladigan eng so'nggi farishtangizdir. Endi og'riqni disk churrasi misolida olsak, churra nerv ildizini siqib qolishi bu mexanik og'riq. Misol uchun barmog'ingiz eshikka siqilib qoldi. Bu mexanik og'riq. Eslab qoling. 1981-yilda Genri Makkeren birinchi bo'lib disk yorilganda uning ichidagi modda nervga tegmagan holatda ham og'riq keltirishini isbotlagan. Bu ilm fanida shov-shuvga aylanadi, chunki bu og'riq mexanik emas, biokimyoviy ekanini ko'rsatadi. Oddiy qilib tushuntirsam, chivin chaqishi bu mexanik og'riq. Undan keyin chaqqan joyini shishi, qizarishi, qichishishi bu biokimyoviy og'riq. Disk churrasi bo'lsa, og'riq yoki mexanik bo'ladi yoki biokimyoviy. Bu yangilikni eshitgan bir qancha olimlarda g'oya paydo bo'ladi. Agar biokimyoviy og'riqni pasaytirsak, balki bemorlar operatsiyagacha bormas deb 1981-yilda katta sahnaga Nikolay Bagduk va David Longlar chiqishadi. Bu davrda hali og'riq anatomiyasi tushunarsiz edi. Bu davrda ko'plab oddiy blokadalar qilinar edi. Oddiy blokada shishish va yallig'lanish holati kuzatilayotgan nerv ildiziga yetib bormasa, nega biz dorini to'g'ri nerv chiqadigan teshik foramen orqali yubormaymiz degan fikr keladi ularga. Axir og'riq signalining aynan boshlanish nuqtasi shu yerda-ku deb ular oylab laboratoriyalarda, keyin kadavrlarda, ya'ni o'lik tana ustida nerv chiqadigan teshiklarni o'rgana boshlashadi. Ular har 1 millimetrni chizib, tomirlarni belgilab, xavfsiz yo'nalishlarni aniqlashadi. Kunlardan birida kuchli og'riq bilan bir bemor murojaat qilib keladi. Bagduk va Long ignani foramen orqali yo'naltirib, dori moddalarini asta-sekin nervning yoniga yuboradi va bir necha daqiqadan keyin bemorda jimlik, og'riq yo'q, bemor xursand. Bu daqiqa transforaminal inyeksiyaning tug'ilish davri bo'lib, tibbiyotda birinchi bor og'riq signali nerv ildizidan o'chiriladi. Kashfiyot bor, natijalar dahshat zo'r va shov-shuvli. Endi uni ommaga yetkazish kerak bo'ladi. Bu vazifani malakali shifokorlar 1990-yildan boshlab 21-asr boshlarigacha texnikani standartlashtirishadi. Xavfsizlik protokoli yaratiladi. Ilmiy olam nihoyat transforaminal inyeksiya nerv ildizi og'riqlarini davolashning eng samarali, eng aniq va eng nazoratli ekanini tan olishadi. Siz aytayotgan ukol bu beldan qilinadigan oddiy blokadami degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Xo'p, siz nazarda tutayotgan blokada, ya'ni ko'pchiligimizga tanish beldan qilinadigan blokada bilan transforaminal inyeksiyalarni juda katta farqi bor. Oddiy blokadalar trigger nuqtalar inyeksiyasi deyiladi. Uning asosiy vazifasi mushak spazmini ketkazish.
mushak ichida tugun bo'lib qolgan joy bo'ladi. Go'yo arqonning chalkashgan nuqtasi kabi. Trigger nuqta inyeksiyasi faqat shuni yechadi. Nerv ildizi darajasida ishlamaydi afsuski. Bu yergacha yetib ham bormaydi. E'tibor bering. Bu inson umurtqasi va ularning orasida nerv ildizlari tarqalmoqda. Endi transforaminal inyeksiya qilish uchun teri osti yog' qatlami, fastsiya, bir necha qavat mushaklar, umurtqa suyagi, sariq bog'lam va nihoyat epidural bo'shliqqa tushib, nerv ildizi sohasiga dori yuboriladi. Oddiy blokadalar uzog'i bilan mushak orasida qolib ketadi. Bel grijasi holatida oddiy blokadalar effekti oddiy yonboshdan qilinadigan ukoldan oshmaydi. Ikkalasi ham mushakka qilinadi. Shuning uchun transforaminal inyeksiya bir marta qilinadi. Oddiy blokadalar esa 10 kunlab. Tabiiyki sizda bu ukol og'riqni vaqtincha muzlatib qo'yadi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu inyeksiya 3 vazifani bajaradi. Birinchisi yallig'lanishni pasaytiradi. Ikkinchisi shishni yechadi va buni oqibatida nerv atrofidagi bosim kamayadi. Uchinchisi og'riq signalini uzadi. Og'riq miyaga bormay turadi. Tanaga tinchlik beradi va shu vaqt mobaynida tiklanish jarayoni boshlanadi. Yuboriladigan dori ichida steroid va anestetik moddalari bo'ladi. Steroid yong'inni o'chiradi. Ular TNF alfa, interleykin 1 beta, interleykin 6 kabi kimyoviy yong'inchilarni, nerv atrofida olov yoqayotganlarni tinchlantiradi. Bu moddalar asosan og'riqni yoqadigan uchqunda ishlaydi. Steroid esa o'sha uchqunni bosadi. Mahalliy anestetiklar esa nervga tinchlik beradi. Og'riq uzatilishini to'xtatib turadi. Nerv ichida sukunat paydo bo'ladi. Nerv tinchiydi, yong'in o'chadi va organizm nihoyat o'zini tiklashga kirishadi. Intervension terapiya bu og'riqni yashirish emas, bu tanaga tinchlik berish san'ati. Agar kimdir sizga transforaminal inyeksiyada ishlatiladigan steroid bu gormon mumkin emas, semirtiradi, o'rgatib qo'yadi desa, demak bu inson shifokor emas yoki tibbiyotni T harfidan boshqa hech narsani tushunmaydi. Chunki ba'zida shunday fikrlaydiganlar ham uchrab turadi. Bunday fikrlar 10 kunlab oddiy blokadalar qilinadigan holatni tushunsa bo'ladi. Oldimga yarim yil mobaynida har kuni oddiy blokada qilingan bemor kelgan. Buni dahshat desa bo'ladi. 6 oy oddiygina kichkina bir teshik orqali 30 daqiqada shu grijadan qutulishi mumkin edi, lekin u yarim yil garmon olib yurgan. Operatsiya qildik, operatsiyadan keyin bir kunda og'riqdan qutulib ketdilar. Lekin asoratlar qolib ketdi. Afsuski bu semirish deymizmi, suyakda mo'rtlash deymizmi? Shu sababli garmonni haqiqatan ko'p muddat olib bo'lmaydi. Xo'p, endi ushbu inyeksiya qachon qilinishi kerak, qachon mumkin emasligi haqida gaplashamiz. Xo'p, intervension inyeksiya qilish mumkin emas qachonki disk churrasi qo'pol nevrologik og'riq keltirayotgan bo'lsa. Misol uchun oyoq kuchini keskin kamayishi, peshob va ich kelishida buzilishlar kuzatilsa, unaqa holatda faqat operatsiya, bo'lmasa kech bo'ladi. Undan tashqari infeksiya holatida bajarilmaydi. Qon ivishi buzilish holatlarida ham bajarilmaydi. Og'riq xarakteri psixogen bo'lsa ham qilinmaydi. Qachon qilish tavsiya etiladi? Ushbu inyeksiyani umurtqa sohasidagi bir qancha og'riq chiqarayotgan patologiyalarda amalga oshirish mumkin. Misol uchun umurtqa siljishi, stenoz, protruziya, faset sindromi, KPS sindromi, disk churrasi holatlarida. Bugun biz aynan disk churrasi haqida gaplashamiz. Disk churrasi o'tkir og'riq paytida qo'pol nevrologik buzilishlar bo'lmasa bajarish mumkin. MRTda bir qancha disk churrasi bo'lsa va aynan qaysi biri og'riyotganini aniqlash maqsadida qilish mumkin. Operatsiyani vaqtincha kechiktirish bo'lsa qilish mumkin, og'riqni pasaytirish maqsadida. Bu operatsiyaga vaqtinchalik alternativa bo'lishi mumkin. Eng asosiysi og'riq sababini aniqlamasdan inyeksiya qilmaslik kerak. Istisno sifatida test maqsadida qilsa bo'ladi. Inyeksiya qilishdan avval albatta MRT bo'lishi shart. Iloji bo'lsa 1 oydan eski bo'lmagan bo'lishi kerak. Demak, intervension muolaja bu tasodifiy ukol emas. Demak, intervension muolaja bu tasodifiy ukol emas. Bu aniq tashxisga asoslangan ilmiy amaliyot. Asoratlari bormi degan savol ko'pchilikda tug'ilishi tabiiy. Bo'lishi mumkin. Eng avvalo e'tibor berilishi kerak bo'lgan holat bu shifokorning tajribasi. Maxsus o'qishlarsiz bu muolajani bajarish xavfli albatta. Muolajadan oldin har bir bo'lishi mumkin bo'lgan asorat oldi olinadi. Ushbu muolajani 2017-yildan beri bajarib kelamiz. Tajribamda muolajadan keyin yomon holat yoki oyog'i ishlamay qolgan, nerv jarohatlangan holat kuzatilmagan. Qaytanga bir qancha insonlarni disk churrasidan operatsiyasiz
qutulganini guvohi bo'lganmiz. Asoratlar kuzatilishi mumkin bo'lgan holatlar bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Igna kirgan joyda sezilar sezilmas diskomfort bo'lishi mumkin. Doriga allergiya, ko'ngil aynishi kabi kichik bir holatlar kuzatilishi mumkin. Bunday holatlar hammada ham bo'lmaydi, juda kamchilikda kuzatilishi mumkin. Bu va boshqa asoratlarni oldini olish uchun xavfsizlik protokoli bo'yicha ishlanadi. Misol uchun, muolaja bajarishdan oldin doriga allergiya bor yo'qligi bemordan so'raladi, aniqlanadi. Xatosiz aniq joyga borish uchun MRT kompyuterda ko'rib, maxsus xavfsiz zona o'lchamlari olinadi. Infeksiya tushish ehtimolini oldini olish uchun bemorga bir martalik steril kiyim beriladi va operatsion sharoitda bu muolaja bajariladi. Barcha ishlatiladigan narsalar bir martalik bo'ladi. Qon bosimi, saturatsiya, puls nazoratga olinib, muolaja rentgen ostida yuqori aniqlikda bajariladi. Hattoki angiokateterlar ham qo'yiladi. Bu jahon standarti, xavfsizlik protokoli. Buni men o'ylab topganim yo'q. Bundan tashqari, bizning klinikamizda aynan shu muolaja bo'yicha har oy trening va kurslar o'tkazib turiladi. Ushbu muolaja disk churrasini so'rdirib yuboradimi? Bu savolga javob bermasam bo'lmaydi, chunki ko'pchilikda ushbu savol tug'ilishi tabiiy. Og'riq bu sizning tanangizdagi signal chirog'i. Intervension muolajalar chiroqni olib tashlash emas, muammoning o'zini tuzatadi. Tasavvur qiling, nerv bu elektr kabeli. Churra bu uning ustiga tushgan tosh. Yallig'lanish bu kabelni kuydirayotgan uchqunlar. Intervension muolaja esa toshni olib tashamaydi, lekin uchqunni o'chiradi va kabelni tinchlantiradi. Bu sizning organizmingizga to'g'ridan to'g'ri yuqori aniqlikda bajariladigan, yordam beradigan muolaja. Ushbu muolaja disk churrasini so'rdiradi desam, mukammal yaratilgan inson organizmini tan olmagan bo'laman. Disk churrasini operatsiyasiz qanday so'rilib yo'qotilishi haqida shu videoda batafsil tushuntirganman, o'tib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Intervension usul jarrohliksiz, xavfsiz va juda aniq usul hisoblanadi. Radikulyar og'riqni qoldirishda barcha dorilardan bir necha baravar samarali ekanligi ilmiy tasdiqlangan va hozir bu haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Endi gapirilgan gap isboti bilan bo'lishi kerak. Ilmiy asoslangan natijalarga to'xtalib o'tamiz. Ilmiy adabiyotlarda radikulyar og'riqlar bo'lsa, bu usul eng samarali nojarrohlik muolajalar qatorida birinchi o'rinda turadi. Mana bir isbot. 2021-yilgi meta-analiz. Bu juda katta ilmiy ish. 7000 dan ortiq bemor o'rganilgan. Natijalarga e'tibor bering. 70-90% bemorlarda 2 hafta ichida og'riq sezilarli kamayishi kuzatilgan ushbu muolajadan keyin. 3 oy davomidan keyin 60-70% bemorlarda barqaror yaxshilanish kuzatilgan. 6 oy ichida esa 40-50% bemorlarda og'riqlar butunlay yo'qolgan. O'z tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, agar oldimga grija sababli murojaat qilib kelishsa, og'riq boshlanganiga uzog'i bilan 1-2 oy bo'lgan bo'lsa va qo'pol nevrologik buzilishlar bo'lmasa, faqat og'riqni o'zi bo'lsa, odatda intervension inyeksiya tavsiya etaman va o'rtacha 2 hafta natijasini kutaylik deyman. Har 10 ta bemordan 7-8 tasida og'riq qo'yib yuboradi. Tasavvur qiling. Bir oyda oldimga operatsiya qilib bering deb kelganlarning har 100 tasidan 70-80 tasi operatsion stolga yotmasdan og'riqlardan qutuladi. Menimcha bu dahshat natija. Ushbu bemorimizni ko'rishingiz mumkin. Inyeksiya qilganmiz, 1 oy kutamiz dedim. Og'riq qaytib kelmasa, demak operatsiya qilmaymiz, yuraverasiz deganman. Bel grijasidan operatsiyasiz qutulgan aka yonimda turibdilar. Aka, tabriklayman. Grija yo'q sizda. 1 yil oldin kelganingizda juda kuchli og'riq bilan pastga oqib tushgan katta grija edi. Operatsiyaga tayyor bo'lmagandilar. O'shanda keyin maslahatlashib bir ish qilgandik. Bir muolaja oxirida aytib o'taman. Shuni qilganimizdan keyin og'riq polni ketgan va 1 yil kutib yurganlar. Qachon og'riq bo'lsa borib operatsiya qildiraman deb. Tushunadimi? Keyin kelibdilar bugun. Aka nima qilamiz, qachon operatsiya qilamiz deb kelibdilar. Borib MRT qildirib kelganlardan keyin ko'rsak grija yo'q. Tabibga bordik, o'zimizda shu yerdagi nevropatolog doktorlarga borib muolaja oldik. Keyin shu samcha foydasi bo'lmagandan keyin kelishga qaror qilib keldim oldiga. Operatsiya qilish kerak, juda grijasi katta deb aytdilar. Shu bilan yo'q. Men blokada olaman. Hozir vaziyatim to'g'ri kelmaydi, tushuntirdim. Shu qo'lni oldik. Aradan 1 yil o'tdi, Rossiyalarga borib ishlab keldim. Yo'q, yana bir tekshirtiraydi, men keldim, MRT qildirdim. Yo'q, hozir juda xursandman.
xursandchiligingizga sherigimiz aka. O'sha Rahmat katta. kuchli og'riq bilan kelganingiz. Yurolmay qolib. Operatsiya degandi emas sizga. Albatta. Shu muolajani qildik, Xudoga shukr, mana zo'r effekt beribdi, xudo xolasa. Siz sog' bo'ling, grija yo'q, tabriklayman. Rahmat. Perejivать qilmasdan, любой ishlar qilib yuraversangiz bo'ladi. Albatta, katta. Og'riq yo'qolgan. Xullas bir necha oydan keyin qiziqib yana MRT qildirib kelganlar. Ko'rsak churra yo'q, so'rilib ketgan. Og'riq ham yo'q. Bunday holatlar ko'p kuzatiladi. Eslatib o'taman. Grija so'rilishida ushbu muolaja faqat organizmga yordamchi xolos. Endi ushbu tadqiqotning o'lim xavfi haqidagi muhim ma'lumotga e'tibor qaratsak, surunkali og'riqda uzoq muddat og'riq qoldiruvchi dori ichib yurish o'lim xavfini bir necha baravar, taxminan 3 baravarga oshirgan. Intervension inyeksiya esa doriga qaramlikni keskin kamaytirib, albatta o'lim xavfini kamaytiradi. Ya'ni inyeksiya qilgandan keyin bemorlar har kuni og'riq qoldiradigan dori ichishga muhtojlikni sezmagan. Endi reabilitatsiya bilan kombinatsiyasi haqidagi ilmiy maqolalar. Inyeksiyadan keyin mashqlarni boshlaganlar 2 barobar tezroq sog'ayish kuzatilgan. Bilamiz, og'riq kuchli bo'lgan payt mashq qilish tavsiya etilmaydi. Shu sababli reabilitologlar radikulyar og'riq bo'lgan payt intervension inyeksiyadan keyin bemorlarning tuzalib ketish holatini 2 baravar oshganini ta'kidlashgan. Bizning sohada reabilitatsiyani mashqlarni o'rni juda ham katta. Buni har doim aytib kelganman. Demak, intervension inyeksiya bu og'riqni yashirish emas, uni kimyoviy ildizini o'chirib qo'yish. Endi muolaja qanday amalga oshirish haqida gaplashamiz. Bemor bir oydan eski bo'lmagan MRT bilan ko'rikka keladi. Og'riq manbai aniqlangandan keyin ro'yxatdan o'tadi, palataga yotqiziladi va bir martalik steril kiyim beriladi. Bemor katalkada operatsion xonaga ko'tariladi. Puls va qon bosimlari nazoratga olinib, e'yob ostida nerv nuqtasi aniqlab olinadi. Igna kirish joyi bir necha bor tozalaniladi. Ingichka igna nerv tomon yo'naltiriladi. Ekranda joyiga borganimizga ishonch hosil qilgandan keyin nerv yo'lini yanada tasdiqlash uchun kontrast modda yuboriladi. Bu dori yo'nalishini bizga ko'rsatadi. Hammasi ko'ngildagidek bo'lsa, igna joyida turgani tasdiqlansa, orqasidan steroid va anestetik aralashmasi yuboriladi. Muolaja o'rtacha 5 daqiqa davom etadi. Keyin bemor 30-40 daqiqa palatada nazoratda yotadi va bundan keyin bemalol og'riqsiz uyga ketishi mumkin. Oyoqlar bir oz bo'ysunmagandek bo'lishi mumkin, lekin bu normal holat va bir necha soatdan keyin odatda qo'yib yuboradi. Odatda muolajadan ko'pchilik qo'rqadi, lekin ko'pchilik tugaganini ham sezmaydi. Ba'zida bo'ldimi, tugadimi deb hayron ham so'rab turishadi. Demak, og'riqni davolash faqat dori yoki operatsiya emas, boshqa yo'l bor. Ilmiy asoslangan, aniq, kuchli yo'l. Bu intervension og'riqni davolash terapiyasi. Bu muolaja mo'jiza emas, bu neyroxirurg arsenalida bo'lishi kerak bo'lgan qurol. Juda effektiv qurol. Og'riq bu jazo emas, bu signal. Organizmingiz siz bilan muloqotga kirishmoqchi bo'lganini anglatadi. Avval ko'rik, tekshiruv, aniq tashxis va keyin davolash rejalari. Bilasizmi, tibbiyotda eng yaxshi nima? Kasallikni oldini olish. Ushbu ma'lumotlar shunchaki bilishingiz uchun, bilimni ortiqchasi bo'lmaydi. O'zbekistonda ham shunday muolajalar yuqori standartlarda bajarib kelinmoqda. Sog' bo'ling, siz bilan Ahmedjanov Dilshod, shifokor neyroxirurg bo'ldi. Har doim umurtqa sohadagi eng ishonchli, eng zamonaviy bilimlar bilan bo'lishib boraman. Umurtqa pog'onangizni asrang.